Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurman doktor. Bu filmda biz tug'ilib 4 oylik bo'lgan buvoqlarga munosib uchurlarni sizlar bilan ham bahslanamiz. 4 oylik buvoqlarning bosh aylanmasi 39,5 sm-dan 44 sm atrofida bo'ldi. Bo'y uzunligi bo'lsa 58 sm-dan 68 sm atrofida bo'ldi. Badan yig'irligi 4800 gramdan 8200 gram atrofida bo'ldi. 4 oylik buvoq bir kun ichida kunduzi 3 soatdan 3,5 soat, kechasi 11 soatdan 12 soatgacha uxlashi mumkin. 4 oylik buvoqlarning ko'rish doirasi ro'shanlashadi. Atrofdagi jismlarni aniq ko'rish boshlaydi. Nurliq chiroq manbalariga qarashga amroq keladi. Ovoz kelgan manbaga beshini burab, diqqatini markazlashtirishga boshlaydi. Beshining ustidan ovoz chiqargan o'yinchiqlarga beshini ko'tarib qarashga tirishadi. Atrofdagi takrar chiqayotgan ovozlarga ko'nishga boshlaydi. Shu ovozlarga ergishib ovoz chiqarib boqadi. Bo'libmi kulishga amroq keladi. Atrofdagi kishilar bo'libmi apsi dadisi bilan birga bo'lishga hevrisman bo'ladi. Atrofga o'yinchiq qo'ysa, shularni elishga tirishadi. Qo'lida nima bo'lsa, og'ziga silib yiqishga tirishadi. Uchaydagi yel og'riqlari bu oyda ko'rinarlik ozlaydi. Bu oylarda ba'zi buvoqlarga tish chiqishga boshlaydi. Bu sababli tovan qizitmasi bo'lishi mumkin. 4 oylik buvoqqa va ota-onalarga tavsiyalarimiz. Birinchidan, 5-10 minut vaqt chiqarib, oldingi oylardagi tilga ilingan tavsiyalarimizni ko'rib chiqing. Tangdan to'lasi bu oyga mos keldi. Ikkinchi, bu oydami ona sutini davom qilish bilan birga buvoqning temir va vitamin dorisini davom qiling. Oftobga qoqlab bering. Quyosh nuri orqali badanda vitamin D miqdorini oshirg'ili bo'ldi. Ammo oftobga bek uzun vaqt qoqilib ketmasin. Uchinchi, buvoqning dumbisini tutib bering. Put-qo'lni harakatlantirib bering. Har kuni oqshom uxlashning oldida badanning hamma yerini tekshirib turing. Buvoqqa kulimsirab turib gap qilib bering. To'rtinchi, bu oyda sog'liqni saqlash markazida vaksina bo'lishi mumkin. Buvoqning kilo, bo'y, bosh aylanmasini o'lchigach, vaksina ahvolini so'rab beqing. Xotir qilib saqlab qo'ying. 5. Buvoqlar tutadigan o'yinchoq va buyumlarni pokis tutishga tirishing. Chunki hamma narsani og'iz silishga boshlaydi. Ham bak kichik o'yinchoqni bermang. Tangilarni va kichik buyumlarni vaqtida yig'ishtirib turing. Bo'lmasa buvoq bu kichik jismlarning yutilish ehtimollari bo'ladi. 6. Buvoqning atrofida ochiq rangli narsalarni qo'ying. Sidam oppoq yoki qop-qorala muhitda turmasin. Masalan, beshikni rangli parda bilan yeping. O'yinchoqlari har xil rangda bo'lsin. Kiyimlari mu illiq rangda bo'lsin. 7. Buvoqning badanida har qanday benormallik his qilsangiz, eng qisqa vaqt ichida oila doktoringiz bilan ko'rishib, maslahat olishni unutmang. Qonimizda 12 oy va undan cho'ng bo'lgan buvoq bolalarning har qaysi yosh davrida badanda ko'rilgan o'zgarishlarni va tavsiyalarni ixcham, qisqa, meg'izliqla bilatlab chiqdik. Agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yarmi yaqini ko'rilmasa yoki benormallik ko'rilsa, oila doktoringiz va bolalar doktori bilan vaqtida ko'rishib beqishingizni tavsiya qilaman. Jiddiylashmang. Siz cho'qim yaxshi ota-ona bo'la olasiz. Buvoqingizning salomat cho'ng bo'lishiga tilakdoshman. Agar bu filmni foydali his qilsangiz, atrofingizdagi do'stlaringizga tarqatib qo'ying.